ko'p holatlar eshitib qolamiz, o'zbeklar birlashmaydi, yig'ilmaydi deb qolishadi, lekin mana shu qurilayotgan masjid bu so'zni inkor qiladi. Sabab bo'lsa, Kitob tumaniga bilasiz, katta masjid, yangi masjid qurilyapti. Buni qarang, qanaqangi jarayonga kelibdi. Hashar yo'li bilan odamlar yig'ilib, o'zbekchilik, hammamiz birgalikda mana shunaqangi masjid qurilyapti. Hammamizga Xudo xolasa ochilgandan keyin o'zim muborak bo'lsin deb chiqish nasib qilsin. Qarang, tashqi fasad tosh qismiga kelibdi. Ustalar qo'li gul ekan, qarang. Qoyil. Mana bunaqa Alloh rozi bo'lsin shu ustalardan, shunaqangi bir mehnat qilish ekan. Hamma joylar, choklarni qarang, chiroyliligini. Ana shunaqa eng qiyin katta ishlar endi boshlandi. Tadbirkorlar baraka topsin. Mana bu sement deysizmi, g'isht deysizmi, armatura, beton hammasini mo'l-ko'l qilib qo'yib, shunaqangi holatga keldi. Endi bo'lsa jihozlaydigan, pardozlaydigan holat keldi. Mana bu toshlarni qarang, bir ajoyib yillar davomiga, asrlar davomiga xizmat qiladigan bo'lyapti. Xudo xolasa endi nasib qilib biz ham dunyodan o'tib ketsak, orqamizdan savob borib turadigan, avlodlar kelib namoz o'qiydigan shunaqangi bir joy bo'lyapti. Nasib qilsin shu yerga kelib bitgandan keyin ham kelish. Nima deysiz? Shunaqangi bir ajoyib joyga bir hissangizni qo'shib qo'yasizmi, a? Kitob tumani o'tgan-qaytgan paytingiz ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Madrasani yoniga qurilayotgan bu yangi masjid hammani hissasi qo'shilishi kerak deb o'ylayman. Sabab bo'lsa, bilasiz, hashar bilan qurilgandan keyin savobi ham o'shandoq qilib hammaga Xudo xolasa jannatga bitta Xudodan nasib qilsa bir qasrlar ham beriladi. Bega qilinayotgan ishlar ko'p, sahoratxonalar deysiz, hali podval qismlari bor, ichkarilariga jihozlar bor. Endi o'zim niyat qilib qo'ydim. Har hafta kelib sizga bir eslatib tursam, keling, ataganingiz bormi? Biror nima bo'lsa, agar kattaroq bir ehsoningiz bo'ladigan bo'lsa, telefon nomer qoldiraman. Kelib, shaxsan o'zlariga, qo'llariga topshiring. Endi ishonmasligingiz mumkin, kattaroq pulga qiyin. Agar yoki maydaroq, uzoqroq qilman, qancha bo'lsa ham 5 so'mmi, 10 so'mmi, 1 so'mmi, 100 ming so'mmi bo'lsa ham mana Olimov Luqmon deb chiqadi. Adashmaysizlar, hozir kartalarga muammo bo'lyapti. Shaxsan Kitob tumanining bosh imom xatlarini o'zlarining nomlari ochilgan. Olimov Luqmon, adashib ketmaysiz. Ana shu kartaga telaysiz, faqat pastga chiqarib qo'yaman. Qancha ataganingiz bo'lsa, mana marhamat topshiravering. Xudo xolasa birgalikda ochilgandan keyin hammamiz jam bo'lib kelish nasib qilsin.